Qo'limda turgan telefon iPhone 17 Pro Max, o'sha trenddagi orange rangi. Agarda gaplashayotgan paytimda telefon qo'limdan tushib ketsa nima bo'ladi? Hozir test qilib ko'ramiz. Birinchi bo'ladigan testimiz ekrani bilan pastga tashlaymiz. Ekrani singani ko'rishingiz mumkin. Ba'zi chetlari mayda-mayda ham bo'lib ketgan. Shu Apple aytganidek Gorilla Glass bo'lsa ham baribir 1,5 metr tepalikdan pastga tushganda ekrani hamma joyi sochilib ketdi. Lekin korpusi boshqa joyiga hali hech qanaqa ta'sir qilgani yo'q. Endi korpusini bahosini beramiz. Tak, endi korpusi bilan, ya'ni kamera tarafi bilan pastga tashlab ko'ramiz. Tak. Qiziq tarafi korpusga pashti hech narsa bo'lgani yo'q. Ozgina chetlari qirildi. Kameralarga ozgina tegan, no. Kameralar sochilib, mayda-mayda bo'lib ketmagan. Tak, endi boshi bilan tashlab ko'ramiz yerga, boshqatdan. Bu o'zi 3-testimiz bo'ladi. Misol uchun qo'lingizdan tushib ketib qolishi mumkin. Tushgan holatda agar boshi bilan yoki bo'lmasam korpusdan tushadigan bo'lsa, nima bo'lishini bilamiz. Ketdik. Tak. Qizig'i korpusiga hech narsa bo'layotgani yo'q. Qanaqasiga tashlasangiz ham korpusi normalniy holatda turibdi. Mana, to'g'ri, ekrani sochilib ketgan bo'lishi mumkin. No, umumiy korpuslari baqvat ishlangan ekan. O, mana ozgina ochilgan joyi уже paydo bo'lyapti. Demak, уже keyingi tashlaganimizda korpusi ochilib ketsa kerak. Testimizni davom etamiz. Endi singanga yarasha oxirigacha sindirib qo'yishimiz kerak. Korpus bilan yana tashlaymiz. Oh! Tak. Orqasi bizada oynalik edi. Shuning uchun mana ko'rsanglar, mayda-mayda bo'lib sochilib ketgan. Telefon уже ishlamaydigan holatda. Javob bermayapti telefon. Mayda-mayda bo'lib sochilib ketdi mana. Biz bu ishimizni oxirigacha yetkazib qo'yishimiz kerak. Bizda sinmagan joyi faqat kamera va tepadagi qismi qoldi. Ketdik. Biz natijaga erishdik. Bizda kameramiz sindi. Eng oxirgi bo'lib sezayotgan bo'lsanglar, kamerasi sindi. Lekin korpus jihatdan hamma narsa joyida turibdi. Yaxshi chidab berdi. Taxminan mana 1,5 metrni tashlaymiz hozir. Orqalari sochilib ketdi, ekrani sindi-ku, lekin umumiy korpusi haligacha o'zini saqlab qoldi. Qoyil, zo'r. Yaxshi natija menimcha. Bundan keyingi videolarda qaysi telefonni drop test qilishimizni xohlardinglar? Izohlarda yozib qoldiringlar. Albatta obuna bo'lishni va like bosishni unutmanglar.